Burunlarda qiynanlar kelinlarni yomonlatadi. Hozir kelinlar qiynanlarni yomonlatadigan bo'lib oldi. Men shu qiynanamni yomonlatib oldim bugun. Qiynanam yomonlasa menga o'xshash komandirib chiqmaydi. Lekin men yugash qiynapamning uni ichiga chiqib ketdi. Qiynanamning yomonlashiga do'yindikilar sababchi. Sizlar shu ashta demagan bo'lsanglar qiynanam yomonlab ketamdi. O birisi pinglunchidi. Qiynaningizning qopiq nimdaydi? Nimda yomon degandi. O'sh gapni iqitmay, temitmay chiqimchilik qilib qiynanamga deb qo'ydim. Qiynapam buning ishonmadi. O'kini juboqgan kunimiz, opa sizni yaxshi ko'ramiz deb hammanglar yez ketgan tinglar emasmi? Video indikilar men shunda yaxshi ko'rdi. Sizchi osh qasdan menga zaharingizni chechib, ichingizdagi gaplarni davoldingiz deydi. Gap to'shig'ichilikmi oqmaydi-ki hozir. Yan yo'lan qilina qilishim qarab o'tirib ketgani qara qo'ymamsizlar qiynanamning. Shunda qilib yan yo'lani qilin oqlab, qiynanam siz dedingiz bu gapni deydi, yo'q o'yindikilar dedi deb men qiynanamning oldida o'zim oqlab, qo'ysinglar degan ma gapni pinglunchoq yizinglar meni be oqlab. Bilimlar yerim yo'lga kap bo'ldi. Toranch kelining salomlari teg'zuvanidan chiqmadi. Kechiringlar qizlar yerim yo'lda salomlarni boshlab, Toranch kelininglar keldi yana sayko'ktatlarni opashlab, qozon beshti shopashlab. Salam do'yinaklar, Toranch kelin, Paranch kelin mesardan amanglar o'tiq salam. Shunda qilib qiynanamni xap qilib qo'ydim. Bundan keyin apparatni men oldimga to'g'rilashdim. Burun, "Apa, men shopping tatvatma" deyishni unutib qolmang, jumo deydi. Kulamsiz dedim. Apammi yonmidi, kulmali dedi. Shuni olib ma'qul dedim deb va'dalarni berdim. Buda chiqimchilik qilmayman deb ehtilarni berdim. Endi gapni ko'rurmanlardan anglayli. Nimalarni aytibsizlar? Ma issiqlarda ish qilib bir gajang-gujang tamoqlaringlar kaniyanglarni o'tyaptimda yo qozon bichi shupirlik qilib qilyaptimda. Bizga o'xshash o'zi issiqda tamoq etib, issiqda tamoqqa qarab to'y qilib tamoq yemayotgan qizlardan qanchalar bor? Nimalarni aytibsizlar? Pinglunchoq yo'llanglar. Yetgan tamoqlarni yeyotamsizlar. Ammo issiqda qiynapamishimiz pishib, talab mush tamoq deganni etib, o'zimiz yemayotamiz. Bu issiqlarda tamoq atmayli desak, biz yemagan bilan erlarning qo'sqachidiga yeymiz deydi-ki. Shunda qilib bularning ishtahalari yaxshi bo'lsin deb tuxumlarni qo'shib ketib yerlerimiz var da tuxum bilan jusaylarni qo'rib. Ilimning 2 minut xiyroq ketdiman. Nima aytayotganimni xapolmay pinglunchoq yezib beqinglar, oxirini ko'rmay turiblar. 2 sekund qiylani bati devdi. May ich, dona bilan ich, rana bilan ich. Rananing qo'ltiq birsa, biqindan nerchiq. Unga qizlar nega olsang, bag'in qo'ltiq bir kimam necha ichib chiq. Parniklashib ketib paramnoq demiş oladi-da. Mo'shay mushkillarda qo'ltiq buraydigan qizlar yomonchiqka. Biz be jin olmagan ekan, ancha-muncha talab turimizga, ammo ta oqqan ekan puraydigan qizlarmi xelijiqka. O'zimga ko'rinmabdi deb bu qo'ltiq purgan qizlarningizni shilliqqa qo'yinglar. Faqat purmaydi ekanda o'ziga. O'y bir qo'ltig'inglarni purab yiqinglar, o'y. Shunlashqima do'yin akam, e'tibor chiqirib turibdi hammanglarga. To'xtama, miyasarning qo'ltiq purkimiz 59 qo'y. Men yenimdan pul chiqirib, men do'yindikmi shu mal ololmayotgan, nech qitim qarayotgan qizlarning men yo'q ejansini ichib beray deb ichib turibdi. 50 qo'ydan 52 qo'ydan menda bahad olislarga hozir qarab yiqinglar ser qarug'a. Bo'ldi 2 sekund e'lon tugdi qizlarim savi. Qiynapamning go'shtlari cho'chirab chiqdi-ku. Qiynapam qapiga yomonka degan gapga xotim berish uchun kulib turib chiqyapti-da ekranga. Qiynapamchu bekto'l hijarab aha he qildigan ayollardan emas. Ajoyib chijasi bor bir xililik solapti bor. Ammo shunda parangchi. Agar onda qapiga yomon bo'lgan biz menda chataqchini kelin qilib olamda. Mening chiqargan chataqlarimga chechim qolmasa o'g'aydi, bu chaqchi chechimni tutib so'rab bilan bir tarafga o'ta o'g'aydi, azazul olgan bo'lsa. Bizning uyda ishlar qilib bo'lgandan keyin voy men tomoqni qaraq etaylik deb qaysi kuni mushqi men yug'irish ulguramadim, shunda aldirash ketib. Taladan cho'pak kirib, bu bir say qo'rib sap beray desam, bu akashlar mening tomoqim vaqilib ulab oldirib ketib qopti. Shunga u cho'pning hammasini binshang to'ngiltib o'tgan, atiga ilib eritib mana endi matamoq tayyor qilib seplayotdim. Lag'mandan boshqa mendaq kuysib lag'man, cho'p osh degandeklarni men bunda bevos say bilan yesam faqatla mir qilib tomoq yegandek bo'lmayman-da. Shunga tuxumlarni qo'yib qo'ydim o'zimcha. Qanday qopti do'stlar, kesib lag'manlarim o'xshabdimi? O'xshaganmiz, o'xshab turib xatiz qo'ying. Bayatın yemezsen bulab Allah. Nima etdiğini pinglunchoq yezib qo'yinglar, bemda ko'rib isim kelgan tamoqlarni, asan degan tamoqlarni be etib olay. Maqlamiz xayr qo'sh, ko'rishaylik, go'yin jo'q bo'ling jumo.